Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Doston Shuhratovich va bugun yana o'sha sog'liqni saqlash tizimi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, ya'niki tibbiy xizmatlar ko'rsatilishi pullik bo'lganligi haqida ma'lumotlar berib o'taman va nima uchun bu pullik, nima uchun bundan oldingi videom bepul tibbiy xizmat haqida bo'lganligini tushunib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu yangi chiqqan qaror 2025-yil 11-noyabr kuni chiqdi va 13-noyabr kuni tatbiq qilindi adashmasam va bu menga yetib keldi 13-noyabr kuni. Bugun 16-noyabr, men bu videoni 2 kundan beri qilaman deb qo'lim tegmayotdi. Bugun men sizlarga bu qarorni o'qib eshittiraman va to'liq tushuntirishga harakat qilaman. Hozir ikki xil narsa. Odamlar bilmayaptiki, tibbiy xizmat больницада tekin bo'ldimi yoki qimmat bo'ldimi, pullik bo'ldimi? Men bundan ancha oldin aytib bergan 311-sonli prezident qarorida pullik xizmatlar o'rnini tekin kafolatlangan paketlar, ya'ni tekin tibbiy xizmat ko'rsatish, mutlaqo tekin deganman. Hozir bo'lsa yangi qaror chiqdi, bu pullikligi haqida. Qaysi yo'nalishdan borsangiz pullik, qaysi yo'nalishdan borsangiz bepulligini tushuntiraman. Hali ham bepul, to'g'ri. Lekin bir tarafdan hali ham pullik, bu ham to'g'ri. Buni tushunib olishlaringiz uchun mana shu qarorlarni bilishlaringiz kerak bo'ladi. Videoni diqqat bilan ko'rishlaringizni maslahat beraman. Videoga like bosing, ko'proq odamga manfaatli bo'lishi uchun ko'proq tarqalsin. Tarqatinglar, kanalga obuna bo'linglar. Mana shunaqa hech kim aytmaydigan, ko'p joyda chiqmaydigan, sizga bildirishni xohlamaydigan yangiliklarni men berib boraman. Demak, boshladik. Men to'g'ridan to'g'ri qarorni o'qiyman. Qarorni video oxirida aytaman. Bitta manzilga tashlab qo'yaman, o'sha yerdan ko'chirsanglar bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 2025-yil 11-noyabr 718-sonli. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi tibbiyot muassasalarida pulli xizmat ko'rsatish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini joriy etishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi, bu meni bahorda boshlagan ishim, tushuntirishni boshlagan narsam. 2024-yil 5-sentyabrdagi PQ 311-son qarori ijrosini ta'minlash hamda tibbiyot muassasalarida pulli tibbiy xizmat ko'rsatishni tartibga solish, mavjud resurslardan samarali foydalanish, muassasalarning o'z mablag'lari hisobidan aholiga sifatli pulli xizmatlar ko'rsatilishini tashkil etish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi. Birinchi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-sentyabrdagi PQ 311-son qaroriga muvofiq aholining kafolatlangan paketga kiritilgan tibbiy xizmatlardan bepul foydalanishi, oilaviy shifokorning elektron yo'llanmasi asosida tekshiruvlardan o'tkazilishi va davolanishi ushbu tartibga rioya etilmagan hollarda, diqqat qilamiz, tibbiy xizmatlar pulli asosda ko'rsatilishi belgilangani ma'lumot uchun qabul qilinsin. Tushunarli mana shu joyi. Ikkinchi, quyidagilarni nazarda tutuvchi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi tibbiyot muassasalarida pulli xizmat ko'rsatish tartibi to'g'risidagi nizom ilovaga muvofiq tasdiqlansin. Tibbiyot muassasalarida pulli xizmatlarni tashkil etish va tibbiy xizmatlar ko'rsatish tariflarini shakllantirish tartibi. Pulli asosda ko'rsatilgan tibbiy xizmatlardan kelib tushgan mablag'larni sarflash tartibi. Mijozlarni qabul qilish, ular bilan shartnomalar tuzish, shuningdek chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga pulli xizmat ko'rsatish tartibi. Uchinchi, Sog'liqni saqlash vazirligi 1 oy muddatda pulli tibbiy xizmat ko'rsatish uchun sarflanadigan vaqt va unda bevosita qatnashadigan xodimlar sonini pulli tibbiy xizmat
narxlarini chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun pulli tibbiy xizmatlarga qo'llaniladigan ustama miqdorlari, qo'shimcha xizmat turlari va narxlarini, shuningdek pulli tibbiy xizmat va bir kunlik shifo o'rni narxini aniqlash kalkulyatsiyasini namunaviy shakllarini tasdiqlasin. 1 oy muddatda topshirilgan bu. Manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda o'zlari qabul qilgan normativ huquqiy hujjatlarni ushbu qarorga muvofiqlashtirsin. 4. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri A.A. Xudoyorov zimmasiga yuklansin. O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Abdulla Aripov. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi umumiy bo'lim 1 pechatda shunaqa yozilgan. Endi xohlasangizlar nizomlar bilan tanishtirib chiqaman. Nizomlarda 1-bob umumiy qoidalar, keyin birinchi bob umumiy qoidalar. Tannarx haqida yozilgan, xronometraj, qo'shimcha xizmatlar. 2-bob tibbiyot muassasalarida pulli xizmatlarni tashkil etish va tibbiy xizmatlar ko'rsatish tariflarini shakllantirish tartibi yozilgan. Yana bir qancha narsalar bor. 3-bob pulli xizmatlardan tushgan mablag'larni sarflash tartibi 3-bobda. 4-bob mijozlarni qabul qilish, ular bilan shartnomalar tuzish, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga pulli xizmat ko'rsatish tartibi 4-bobda shunaqa ekan. 5-bobda yakunlovchi qoidalar. Umumiy 5 ta bob yozilgan. Xohlasalaringiz buni ham qism qilib chiqazaman keyingi qismlarda. Hozir agar buni o'qib beradigan bo'lsam, juda cho'zilib ketishi aniq videomizni. Shuning uchun hozir o'qib bermasam kerak. Bu yerda 10 bet shunaqa narsa bor. Men sizlarga bir bet faqatgina qarorda o'zini o'qib berdim. Nizomlarga to'xtalganim yo'q. Qisqacha qilib, mana o'zimni tushunchamni aytib tushuntirib o'tib ketaman. Qaranglar. 2025-yil oktyabr oyigacha faqatgina vodiydan tashqari, vodiydagi 3 ta viloyatdan tashqari barcha viloyat tumanlarda DMT tizimi, ya'niki bepul tibbiy sug'urta. Sug'urta badali ham to'lanmaydi, hattoki sug'urta qilsak pul to'lanadimi degan savollar berilgan. Yo'q, to'lanmaydi. DMT tizimiga shunchaki bepul ro'yxatdan o'tiladi poliklinikada. Oilaviy poliklinikangizda oilaviy shifokoringiz siz bilan shartnoma qiladi. Buni tartibini tushuntirganman, shu yilni bahorida tushuntirganman. Keyin bu cho'zildi, oktyabr oyigacha to'liq ishga tushib ketadi. Oktyabrgacha cho'zildi deb xabar qilishdi menga. Oktyabrgacha umuman aralashganim yo'q. Chunki nimaga qilinmayapti deyishga haqqim yo'q. Oktyabrgacha cho'zib berildi, vaqt qo'shildi, shuning uchun. Oktyabr oyida men boshladim. 1-oktyabr keldi. Men oktyabrni уже 5-6-yillarda boshladim. Nima uchun bepul tibbiy xizmat ko'rsatilmayapti? Biz hali to'liq ishga tushib ketganimiz yo'q. Endi o'rganish bo'lib turibdi degan javoblarni ham olgan tumanlarim, больницalarim bo'ldi. Diqqat bilan tushungan odamlar buni talab qildi, bordi. Haqiqatdan ham bepul tibbiy xizmat paketlaridan foydalangan odamlar juda ko'p bo'ldi.
Yaqinda mana shu oktyabr oyida menga Davlat tibbiy sug'urtasi tomonidan matbuot kotibi aloqaga chiqdi. Ular meni bilmadim, Instagramga qo'ygan videomni ko'rganmi? Instagramda 5 minutmi, 6 minutlik joyini qo'yganman. Davlat tibbiy sug'urtasi haqida, tekin davlat tibbiy sug'urtasi haqida davolanish bepul bo'ldi deb qo'yganman. Va videoni to'lig'ini Instagramga sig'dirib bo'lmasligini, to'liq versiya YouTube'da ekanligini o'sha videoga yozganman tagiga. O'zlari tushunmas, o'zlari shu qilayotgan ishlarini yaxshi tushunmaydigan mutaxassislar tomonidan menga telefon bo'lib, siz xato gapirib qo'yibsiz. Siz davolanishni mutlaqo tekin deb aytib qo'yibsiz. Bu unaqa emas-ku. Keling biz sizga tushuntiramiz deb menga Xorazm viloyatidan telefon qilishdi. Vaholanki men Xorazm viloyati tibbiy sug'urta jamg'armani 2-etajda chap qo'ldagi eshik. Avval u yer rahbari Bunyod ismli xodim edi. Men ular bilan birgalikda intervyu tashkil qilganman shu yilning bahorida. O'sha intervyularni qo'yganman, davlat tibbiy sug'urtasi qanaqa ishlashligini ko'rsatganmiz. Intervyuda savollarga javob berganmiz birgalikda. Men bu haqida to'liq tushunchaga egaman. Ayrimlardan ko'ra, ayrim yana shu sohada ishlayotganlardan ham ko'ra ko'proq ma'lumotga egaman. Ularni media savodxonligi yetishmayotgan bo'lsa agar, bu meni aybim emas. 6 minutlik video, 5 boringki yana 6 minutlik videoni Instagramga qo'ygan bo'lsam, tagiga yozganman, bu to'liq versiya emas, to'liq versiya YouTube kanalida chiqadi deb. To'liq versiya YouTube kanalida turibdi 10 minutdan oshiq. Men u yerda to'liq tushuntirib berganman. DMET tizimi qanaqa ishlaydi? Mayli bu o'z yo'liga. Ular ham ko'radi bu videoni, meni ishonchim komil. Qachon tibbiy sug'urta haqida video qo'yar ekan deb kutib o'tirishibdi. Men buni bilaman. Mendan boshqa hech qaysi bloger jurnalist hali o'zim ko'rmadim, balki qo'ygandir. Davlat tibbiy sug'urtasi haqida, davolanish tekin bo'lganligi haqida yoki davolanish mana endi hozir pullik bo'lganligi haqidagi chiqqan qaror bo'yicha hech narsani ochiqlagani yo'q menimcha. Men ham osmondan olayotganim yo'q. Mana shu qarorni birinchi kommentariyaga mahkamlab qo'yaman. Birinchi kommentariyaga tushsalaringiz, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 2025-yil 11-noyabr 718-sonli qaror deb yozilib turgan bo'ladi. Bundan oldingi videomda ham PQ 311-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori deb yozib qo'yganman. To'liq o'qigan odamlar tushundi, bordi davolanishi jarayonida yoki davolanib bo'ldi. Ma'lumotni olib bo'lgan. Davlat tibbiy sug'urtasi qanaqa bo'ladi? Qaranglar. Hozir sizga biriktirilgan poliklinika yoki sizga biriktirilgan punktlar bor. O'sha punktlarning ichida sizga biriktirilgan doktorlar bor. Bularning ichida medsistralar ham bor, vrachlar ham bor, shifokorlar, oilaviy shifokorlar ham bor. Har xil odamlar biriktirilgan. Shaxsan men o'zim qaysidir medsistraga biriktirilganman, men uni tanimasam kerak. Men buni случайно bitta planshetda ko'rib qoldim. Xo'p, o'sha sizga biriktirilgan oilaviy shifokor deylik, nizomda shunaqa yozilgan, oilaviy shifokor bilan sizni qayeringiz og'riyotgan bo'lsa, tishingizmi, qulog'ingizmi, qayeringizdir og'riyotgan bo'lsa, oshqozoningizmi, oyog'ingizda revmatizm bormi, mana shunaqa ahvoldaman deb shikoyatingizni aytishingiz mumkin. Borib poliklinikaga shoshmang. Sizga biriktirilgan shifokorni toping qayerdaligini. Poliklinikada o'tiradimi, punktda o'tiradimi, mahallangizning boshidagi budkada o'tiradimi? Siz uni toping. Kim biriktirilganligini biling. Buni bilish juda oson yo'li. 103 ga telefon qilsangiz skori keladi. Menga biriktirilgan shifokor kim ekan desangiz, u planshetni chiqazib beradi sizga. U ham hozir skori chaqirganlar biladi, planshetga kirgizadi, sizni pasportingiz, ID nomeringizni kirgizib, sizga qanaqa lecheniya qilinganligi, qanaqa ahvoldaligingizni tizimga kirgizib ketadi. Bilasizlarmi buni? Kommentariyaga yozinglar ko'rgan bo'lsalaringiz. Siz o'zingiz shifokoringizni toping, o'zingizni qiynayotgan og'rig'ingizni yoki kasalligingizni, shikoyatingizni ayting. Agar bilimi darajasida bo'ladigan bo'lsa, o'zi davolay oladigan darajada bo'lsa, o'zi davolaydi. Yo'q,
buning uchun mutaxassis kerak bo'ladigan bo'lsa, tor doiradagi mutaxassis kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'niki aytmoqchimanki, bo'sh organ, yumshoq organlarni boshqa vrach, qattiq organlarni boshqa vrach, suyaklarni boshqa vrach ko'radi. Lor ishi boshqa, terapevt ishi boshqa yoki siniqchining ishi boshqa, to'g'rimi? Sizga qaysi kerak bo'lsa, o'shanga yo'naltiradi. Tushundingizmi? Qo'lingizda elektron yo'llanma bo'ladi. Qo'lingizda elektron yo'llanma yozgan zahoti u doktorga borib tushadi. Sizni yo'naltirgan tor doiradagi doktorga borib tushadi. Qayerda o'tiradi, qaysi etajda, qaysi doktor, ismi, familiyasi hammasigacha yozilgan bo'ladi. Siz o'sha yerga bugun agar o'chirti to'lgan bo'lsa, ertangi kunda o'chirti to'lgan bo'lsa, indin kuni borib o'sha doktor bilan, vrach bilan ko'rishasiz. Siz o'sha doktor, vrach bilan ko'rishganingiz uchun hech qanaqasiga pul mablag'i so'ralmaydi. Men o'qigan qaror bo'yicha shunaqa yozilgan. Sizga lecheniya yozilishi kerak bo'lsa, dori yozilishi kerak bo'lsa deylik, ikki holat bo'lishi mumkin. Sizga dori, lecheniya yozib beradi yoki siz yotib davolanasiz. Sizga lecheniya yozish kerak bo'lsa, o'sha vrach deylik, sizga lecheniyani yozib beradi va bu elektron shaklda bo'ladi yana. Qaysi dorixonadan qaysi dorilarni olishingiz kerakligigacha elektron yoziladi. Sizni qo'lingizda elektron retsept bo'ladi. Yozgan retseptini qaysi aptekadan olish kerakligini ko'rasiz va o'sha aptekaga qarab borasiz. Siz borguningizcha mana bu yerdagi elektron shakllangan retsept allaqachon planshet yoki kompyuterdan, o'sha vrachchi qo'lidagi planshet yoki kompyuterdan aptekaga borib tushgan bo'ladi allaqachon o'sha retsept. Palonchiyev palonchiga yoki Palonchiyeva palonchiga mana shu dorilar berilsin deb elektron retsept borib tushadi. Siz borasiz va qo'lingizda doktor bergan narsani berasiz. Retseptni berasiz. U yerda sizni demet kodingiz bo'ladi. O'shanga qarab siz haqiqiy siz ekanligingiz aniqlanadi va sizga dorilarni beradi. Siz o'sha aptekaga ham 1 so'm pul bermaysiz. Aptekaga ham pul bermaysiz. Aptekaga davlat tibbiy sug'urtasi pul tashlab beradi. Tushundingizmi endi? Siz u dorilarni olganligingiz haqida apteka sizga menimcha qog'oz beradi, tamom va salom. Bo'ldi. Shuni bilan sizni davolanishingiz mana tekin bo'ldi. Siz yotmoqchisiz, больницада yotishingiz kerak. U doktor aytdi sizga, yotasiz. Yotmasangiz bo'lmaydi, yotib davolanasiz. Sizga 3 kunlik, 5 kunlik, 7 kunlik yoki 10 kunlik lecheniyani yozdi. Sizga palata beriladi, joy beriladi, non, choy beriladi. Ovqatlanishingiz uchun больница tomonidan va dori-darmonlaringiz beriladi. Bular hammasi mutlaqo tekin. Siz qaysi yo'nalishdan borganingizni tushuntirdim. Eslab qoling. Bu tekin hisoblanadi. Endi siz u yerda sizdan biron kim pul so'rashi qonuniy emas. Pul so'ramasligi kerak. Endi operatsiya bo'lishi kerak bo'lgan odamlar nima bo'ladi? Ular ham xuddi shunday. Buni boshqacha qo'shimcha qilib yoki bo'rttirishim shart emas. Hammasi shunday bo'ladi. Siz men aytgan yo'nalish bo'yicha borsangiz bo'ldi. Lekin oilaviy shifokor nimani ham bilardi, uni mutaxassisligi mana bu emas-ku deb to'g'ridan to'g'ri o'zingiz xohlagan palonchi doktor yoniga borsangiz, borgan zahotingiz, больницаga kirgan zahotingiz, qayerga keldingiz deb o'tirgan opa bor, oldida kompyuteri bor. Kim yoniga keldingiz? Palonchi doktor yoniga. Qani bo'ldi? Bering pasportingizni. Pasportingizni ro'yxatdan o'tkazadilar. Qarabsizki, siz oilaviy shifokor orqali kelmagansiz. Palonchi doktor palonchi etajda o'tiribdilar. 2-etaj 4-palata yoki 4-xona yoki o'sha yerda o'tiribdilar. Borishingiz mumkin. Qo'lingizga plastik ID'ingizni yoki pasportingizni beradilar. Siz to'g'ri o'sha pul olmadi-ku deysizda, borasiz. Yoki o'sha yerda pul olib qoladilar sizdan. Chunki siz oilaviy shifokor orqali kelmayapsiz. Siz to'g'ri doktor yoniga chiqasiz, allaqachon siz oilaviy shifokor orqali kelmaganligingiz ma'lum. Doktorga o'zi siz chiqquningizcha elektron shaklda palonchiga va palonchi sizni qabulingizga yozildi degan xat keladi kompyuteriga yoki planshetiga. O'sha yerda siz haqiqiy pulli xizmat ko'rsatiladigan pasiyent hisobida, bemor hisobida
ko'rib chiqilasiz, qayeringiz qanaqa og'riyotgan bo'lsa. Ana u yerda sizga hech qanaqasiga davlat tibbiy sug'urtasida ko'rsatilgan paketlardan imtiyozlar bo'lmaydi. Sizga shunchaki nima edi? Ana u yozib berishadi, retsept yozib berishadi. Siz uni xohlagan aptekangizdan pul evaziga sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Davlat tibbiy sug'urtasi tekin dedi-ku, Doston degan bloger bola desangiz, u deydi palonni yepti deydi. Yolg'on gap u gap deydi. Yolg'onligi ham to'g'rida hozir. Men aytgan yo'nalishdan bormadingiz, siz o'zingiz palonchi doktorniki yaxshi dedingizda bordingiz, u sizga pullik xizmat bo'ldi. Endi tushuntira oldim degan umiddaman. Oilaviy shifokor orqali etapma-etap borasiz. Bu tekin o'zingizdan o'zingiz xohlagan doktoringizga palonchiniki yaxshi deysizda borasiz. Bu pullik. Oilaviy shifokor orqali boring. Bepul tibbiy xizmat kerak bo'lsa, davlat tibbiy sug'urtasi buni qoplab beradi. Bu sanoqli, yer yuzida sanoqli mamlakatda bor xolos. Odamlar palapartish harakatlar qilayotganligi uchun, tushunib tushunmasdan harakatlar qilayotganligi uchun mana bu qaror chiqdi mana. Pulli xizmat, bepul xizmat. Xohlaganingizda davolaning. Buni issiq sovug'i sizga faqat. Pulingiz bo'lsa boring, xohlagan vaqtingiz, xohlagan doktoringizga ko'rining. O'chiritsiz ko'rining. Xohlagan doktoringizga. Yo'q, mana bir kun, 2 kun sabrim bor deydigan bo'lsangiz, baribir vaqt ketadi-ku, oilaviy shifokorga borasiz. Oilaviy shifokor doktor vaqti yozilgan bemoriga qarab sizga ertaga yoki indinga borishingiz mumkin deb aytadi. Bunga vaqtim yo'q desangiz, pulingizga ish buyurasizda borasiz yoki xususiylarga ko'rinasiz. Endi tushuntira oldim degan umiddaman. Tushundinglarmi endi? Marhamat, kommentariyaga yana qanaqa savollaringiz bo'ladigan bo'lsa yozishlaringiz mumkin. Xohlasalaringiz, agar talab bo'ladigan bo'lsa, buni topib o'qiy olmayman deydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining mana shu pullik xizmat to'g'risidagi 718 sonli qarorini men boblarini, nizomlarini, boblarini o'qib beraman. Birinchi kommentariyada boya aytgan narsam qaror turibdi. O'qib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Davlat tibbiy sug'urtasi bo'yicha tekinligi haqida qilgan videomni ham, bundan oldingi videomni ham ko'rishlaringiz mumkin. Videoni oxirida chiqadi. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda sog'lik, salomatlikda ko'rishish nasib qilsin. Omon bo'linglar. Like bosib, podpiska bosib chiqib ketish esdan chiqmasin. Videoni ko'pchilik ko'rishi uchun ulashib podelitsiya qilinglar. Bu hammaga manfaatli bo'ladi. Bu videoni podelitsiya qilganligi uchun sizlarga hech qanaqa javobgarlik yoki pul mablag'lari olinmaydi. Omon bo'linglar.